Assalomu alaykum qarindoshlarim, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Hozir Toronto havo shunchalik issiq, bugun 2020-yil 6-oy 13 o'pdi. Ammo sovuq asal shamollab bor, shunga asal qilinaraq kelib oldim. Qerib qag'ashqa mo'ya. Shunga bugun ixtiyoriy shu paran qilish qashma sog'lomlik to'g'risida ixtiyoriy paran qilay deb o'yladim. Hamda bang'imo qarindoshlar shunchalik yaxshi fikrlarni beryapti. Bak aptab ketdi, xapmasanglar ko'zanigim taqib olay. Shu qarindoshlarniki fikrlari dastlabda shunchalik jiddiylashdingiz, o'zingizni qattiq tutib olasiz, erkin azada o'tiring dedi. Mening birdan-bir umidim shu. Hamda bak qattiq qilsam-mo bo'lmaydi deb turib o'zim qattiq qoldim. Jiddiylashdim deyman, bir hisob jiddiylashgan ashunaq bo'ladi. Hatta men tiz so'zlay qoldi ekanman, jiddiylashsam ko'pincha shunday qilmayman. Xarakter o'xshamag'achqa shu bir narsa qo'g'ilgandek tiz so'zlab ketaman ba'zida. Shu Yaponda dars berayotgan vaqtimdami, yaponlik o'quvchilar shunday dedi, "Ma'lum, bak tiz so'zlaydi ekansiz, astaraq so'zlasangiz bo'pti ekan" deb ularning fikrlarini qabul qildim. Shunday o'zaro shu qarindoshlarning do'stlar o'zaro bir-birimizga aynak bo'lib, mana yaxshi fikrlarni berib tursanglar, cho'qim men tuz tushga bo'lib shu xarakter deganda tuz tush dars deydi ekan, ammo qilaychi qil bo'ldi ekan. Shunga kuchlik ovozini chiqardim. Shu hamda demakchi, hamda xarakter degan ashunaq narsa ekan. Qon bilan kirgan qo'y jon bilan chiqadi deydi ekanmiz, ammo undaq gaplarni qanday odamlar chiqadi ekan deb o'ylab qolman. Bo'libmi joyli odamlar chiqadimi deyman. Nima uchun deganda uydan chiqmaydigan degandek. Ko'pincha maqol tamsillarni ko'paylar o'qiymiz, ammo tahlil qiladiganlar oz bo'lishi mumkin. Shunga hamda o'zimizga bog'lab shundaqkan deb o'ylamay tahlil qilib baqsak, menimcha texnikum yaxshi bo'ladi. O'zgaraychi desak o'zgargili bo'ladi. Odamning xarakterim o'zgaraydi, bo'y o'sganga o'xshash ham yusib mangdi degandek. Ham bu yerda sizlarga tarbiya qilman deganim emas, albatta kichiklarni bor mendan, cho'nglarning oldida o'rmassizlik qilmay deb o'yladim. Ammo shu bu xarakter jihat aytgan chog'da shu ro'yi sog'lomlik qarab mangadigan ishlar. Hamda bu erlar bilan ayollarning o'xshamaydi degandek. Ajoyib qiziqarli ishlar bo'ldi-ki, erlarning mingisi, ayollarning mingisi hatto tush ko'rishdan o'xshamaydi ekan. Shunga shu ro'yi sog'lomlikni qanchaq yaxshi qilib bo'ldi deganni ko'paylar o'ylaymiz. Aktiv energiya deganni ko'paylar o'ylaymiz. Qanchaq shunday qilib bo'ldi deganni o'ylaymiz. Ammo o'ylab o'tirsak teg'imdan besib ketadi. Odam meniki o'zimning ko'z qarashi, odam shu uyda bakjiq o'tiribsa, uy yeb ketadi deb qo'ymiz-ku, amal bor sirtlarga chiqib ketish kerak ekan, tabiatni huzurlanish kerak ekan. Tabiatni huzurlangan ashna asosga bakka, tabiatni huzurlanishni bilgan odamning rak kasal bo'lish ehtimoli nihoyat oz bo'ldi ekan. Demakchi, mushlar bilan munosabatli ekan bizning ro'yi sog'lomligimiz-ku. Shuni o'ylab qolman, shu men Yaponda mental to'g'risida, shu jinsim ro'yi kasalliklar to'g'risida dars bergan, dars ko'rib hayron qolgandim. Odamning ichida odam bor deydigan gaplar bor ekan-ku. Nimda bunday deydigan deb o'ylab keyin tahlil qilib baqsam, nihoyat to'g'ri. Ba'zilar biz deymiz-ku, ishchi bilan tez o'xshamaydi degandek gaplarni ko'p anglaymiz. Shunlashqa birdan-bir deydiganim, shu ro'y sog'lomligimizni qanchaqda yaxshi qilib bo'ldi deganni mallamas ko'pincha o'ylaymiz deb o'ylayman. Doktorlarning birdan-bir kamchiligi shu badan bilan lapilishib qilib, ro'y bilan lapilishmaslik cho'ng masalaga doktorlarning ichida. Demakchi, hamda ba'zida doktorning bir og'iz so'zi odamni o'ttirdi, bir og'iz so'zi tirildirdi degan gaplar bor. Albatta doktor xudo emas. Shunlashqa o'zimizmi tahlil qilib baqsak, texnikum yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Shunga hamda bugun mana men ancha ixtiyorlik qilmadim. Sirti bo'lgandiki, shunga hamda yizibni qilib haqiqiy qilish uchun ham o'yni qilsam bo'ldi. Sirtlardan qilishim mumkin bundan keyin. Ammo havo shunday yaxshi bo'lyapti. Uni biz Kanadadan aytdim boshlab ko'p yerlar xizmat kuchidiki, emas, kela haftadan boshlab ko'p yasham bo'ldi. Demakchi, hamda bu virusniki, Xitoy virusining dardida hamda yaxshi taraflarimi bor, yomon taraflarimi bor degandek ko'ryapmiz. Yomon taraflari hamda o'ylimiz demasakmi bo'ladi. Yomon tarafni desak chiqaverdi ekan. Shu psixologlarning deyishicha, shu
yomon xarakter o'zinglar diqqat qilib baqsanglarmi bilalasizlar deb o'ylayman. Shu dunyoviy xabarlar deymiz, har xil xabarlarni ko'pincha holda yomon xabarlarga bek qiziqadigan odam. Shunga yomon xabar degan voy qanday bo'ldi deb so'raymizki, ammo yaxshi xabar bo'lsa birdan tugaydi ekanda. Shunlashqa uyg'urlarda mashnaqa maqol tafsirlarimiz bor-ku. Yaxshi ish bu otligicha yomon ish tag'atlabdi degandek. Shunga hamda uyg'urlarning emas, butun dunyoviy odamlarning shu xarakteri shunga o'xshaydi deb o'ylab qolma. Sağlamlık qancha usul sağlamlık yaxshi qilmaymiz degan ko'pincha o'ylaymiz. Men de buni sizlarga tarbiya qilish to'g'risida nima albatta yosh bolalarmi bizlar cho'nglar anchamiz tarbiya qilib qo'ymiz. O'zimizning beshini o'tgan ishlarni ancha-muncha so'zlab bermasak bo'lmaydi. Hozirgi yoshlarni tushunish tasdiqlaydiganmiz, ammo mundishish eng yaxshi ishlar. Mundishish uchun shu qarshi tarafning xarakterini bilish degandek. Ammo bu yerdagi Kanadadagi Uyg'ur jamiyatiniki yoshlarniki mas'ul bo'ldim. Shunga yoshlar bilan shundoq ancha-muncha mundishib qo'ymay telefonda qizlar bilan, o'g'illar bilan degandek. Shunlashqa bu biz Uyg'urlarning birdan-bir mundishish nimasi pek yaxshi deb o'ylayman. Bo'libman shu ro'yjat kelgan chaqda shu mo'la ko'rib turatimiz ayollarning ro'yi erlarnikidan nihoyat kuchli keldi ekan bir hisobda. Shunga hamda ayollar shun uzun umr ko'ramdikin deb o'ylab qolma ba'zida. Ayollarning ushaqishi to'la uyda, ammo erlar albatta erlarning o'zi kuchli ishi bor. Cho'ng ishlarni o'ylaydi, o'ylab ig'ir besib ketamdi o'qimayman. Shunga men bir xil hamda doktorlik sifatimda erlarniki ayollarning har xil xarakterlarini o'ylab qolma ba'zida. Albatta mo'la o'ylaymiz deb o'ylayman. Shunga shu nuqtalarni aytgan chaqda shu erlarning ro'yjatda qancha kutrang qig'il bo'ldi deganimni o'ylab qolma. Birdan bir yaxshi usul shu yaqin o'tgan odamga eng yaqin ishonchlik va'dasida tura oladigan odamga o'zining ichidagi sirini to'kish, ichidagi dardini to'kish deymizmi bir hisobda. Qilish orqali o'zining ro'y kayfiyatini chiqarib etgan eng yaxshi bo'ldi ekan. Doktorlarning bu statistika chiqarib bo'pti. Shunlashqa bu halqa to'salg'i deymiz, buni ro'yjatga to'salg'i desak bo'ladi. Badanda har qanday narsa to'salg'i bo'lsa kasal bo'lamiz-ku, shunga o'xshash. Ro'yjatga to'salg'ini chiqarib etsanglar, menimcha shunchalik yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Anandan keyin shu ayollarniki ayol mangu tushunish bo'lmaydi ekan. Erning quyoshi, ayolning quyoshi degan gaplarni anglaymiz. Shunga faqat ayol turmushda o'zaro qabul qilish, anandagi o'zaro hurmat qilish. Shu ishkidan boshqa yo'l yo'q-ku bir hisobda. Buni desam yoshlar, yosh qiz o'g'illar hozir to'y yeshidikilar degandaklar o'ylab qolish mumkin. Hozir ajrish nisbatan pek ko'plab ketdi. Shular qarab hamda to'y qilmayman deydiganlarni anglab turman ancha-muncha. Meningcha to'y qilgan yaxshi deb o'ylayman. To'y qilganning kim o'zi uchun ko'p foydasi bor. Shunlashqa bu yoshlarga deydiganim o'zaro tushunish eng muhim. Tushungandan keyin o'zaro qandaymiz qiz bolaning mijozi bunday bo'ldi ekan-ku, o'g'il bolaning mijozi bunday bo'ldi ekan-ku deb tushungandan keyin ondan keyin to'y qilsa to'ydan keyin eng asosiysi baliq bo'lgandan keyin bo'libmi bola degan xudoning biz bergan sovg'ati, shunlashqa bolaning tatliqligini shu vaqtda bilasizlar. Demakchi bolalar degan bizning birdan bir harakatlantiruvchi kuchimiz desak bo'ladi. Shunga oila qarablam hamda bir hisobda erlarniki ig'ir bo'lib ketadigan yana bir jihatda mana shu iqtisod jihatlarni, cho'ng jihatlarni o'ylab o'tirib balki uyning ishini nimdaymiz kichik ishlab yaratmaydi degandeklar bor bir hisobda. Shunlashqa erlarniki ayollarning o'zi uchun xarakteri bor degandek, shunga hamda jiq o'ylamay, jiq o'ylagan sari odam balki eski taraf qarab o'ylab mangdiki ishlarning yomon tarafini ko'rib, yaxshi taraf qilib baqaychi, sinab baqaychi deb qilsak bo'g'ilib bo'ladi ekan, qig'ilib bo'ladi ekan. Ammo'la bilamiz jiq gap so'zlar bor, masalan idiomlar deymizmi, maqol tamsillar, dunyoda qig'il bo'lmaydigan ish yo'q deb. Degandek agar qilib baqaychi, sinab baqaychi bir qadamdan-chi mangandan keyin shunaqa yaxshi taraf qarab mangadi ekan. Bir misol deb bersam, u misol shu noati ishning yomon tarafini o'ylaydigan bir odam bor ekan, u odamga bir doktor deydi ekan, amal bor, yaxshi tarafni o'ylagan, ishlarning
deb tarbiyalan qildi ekanda, ammo amaliyotda undaq tarbiyalanchiq anlaymiz. Ha ma'qul, bir kun qilama deydi ekanda, u bemor. Degandan keyin bir kuni dema, atidan boshlab qilgin, degandan boshlab qilsa bu ishingni, xotiriga yezib mang'in bo'lmasa, ishning yaxshi tarafini o'ylab, yaxshi narsani yezib mang'in deydi ekan. Masalan, so'rab turman deydi ekanda. Qanday ekan, ha ma'qul deydi ekan, bir kun qilib, ikki kun qilib, yana zeriq qilib o'tirib, yomon tarafini o'ylab ketganda ishlarning. Shuni o'zini shu yozgan vaqtidagi yaxshi ishlar yozgan vaqtini selektor qildi ekanda, tuyuqsiz. Va shu vaqtda sal yaxshi bo'lgan to'g'ri kayfiyatim deb yana davomlashtirdi ekan. Davomlashtirish pek muhim deyman, u davomliq. Ammo shuni izchillashtirish pek tashkildi ekan, u bemorg'imi. Shuning bilan bir kun to'xtab qolib, yana yezdi ekan, yana qildi ekan, yaxshi tarafini o'ylaychi deydi ekan. U bemormi o'zining ta'siratini deydi ekanda, shunda yaxshi bo'lib ketgan ekan. Mening o'ngishilishim oson bo'lmadi. Bir ishlarning yomon tarafini, burungi ishlarni to'liq o'ylayoliblar. Men nima deb o'shaq bo'lgandiman, nima deb o'sha vaqtni shu deb pushaymon deymizmi? Qiplam o'tirib, tushkulish ketibman. Hargiz burungi turmushimga qaytmayman. Men endi bundan keyin har qanday ishniki yaxshi tarafini o'ylayman. Deb shunchalik kuchaydi ekan. Kuchab shunchalik natijalar qozonadi ekan. Demakchi, qipaqaychi debchi, hozirdan boshlab menga deydiganim shu, qilaychi deb qilgan yaxshi bir hisobda bir ishlarni. Albatta ba'zi bizning maqol tafsirlarimiz bor, o'ydik bilan sirtqa to'g'ri kelmaydi deydigan gaplar. Faqat o'zimiz topolmiz unday gaplarni, o'zimizga qo'shaqmagan vaqtlarda. Undaq maqol tafsirlar pek ko'p, bir hisobda shu xarakterimizni o'zgartmaydi boy degandek. Xarakterimni o'zgartpaqacha ozroq deb tirishsak, menimcha o'zgaraydi. Uningdagi shu erlarniki ro'y kayfiyatini ko'tarishning ham bir usulimi shu. O'zi qipaqachi deb ko'rsatning qilsa, oilasigami, bolalargami shunchalik yaxshi ta'sir bo'ldi deb o'ylayman bu. Shunga bugun to'la so'zlab qoldim. Optab shunda qo'shaqdim o'qidim. Men amal bor erkin azada farq qilishni o'rganay deb o'yladim. Fikr talablar bo'lsa berib tursanglar, qandaq yaxshi so'zlar, yaxshi fikrlarni o'zaro hamkorlashib qilib tursak, menimcha yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Bugun egizpas so'zlab qoldim. Bo'lib men ro'y sog'lomlik to'g'risida bundan keyin ancha so'zlab turman. Meniki videoyim toza yaxshi chiqmayotgandek his qilyapman. Hozircha xo'sh ham saymanlarga. Oxirda yana xo'sh deb unutib qolibman meni. Bu meniki WhatsApp nomerim, bo'lsa shuni maslahat qilsanglar har qanday sog'lomlik to'g'risida. Bo'ldimsa xo'sh hammalarga.